Vaqt qimmatmi, oltin qimmatmi? Oltinni nimishqa gramlab sotadi? Chunki oltinning bahosi nihoyat qimmat, shunami? Navoda uni ko'chada olma nashib sotganda kilolab sotgan bo'lsa, balki biz xotin qizlarimizga epranmasligimiz mumkindi. Oltinning zapas miqdori oz, ham nihoyat qimmatli bo'lg'ishqa gramlab, misqallab, sarlab turib sotadi. Tarixdan buyon shunday ishlatib kelgan. Hamda dunyoda eng ko'p miqdorga parchalanib hisoblanadigan bo'lsa, vaqt. Hamda bizning bildig'imiz soat, minut, sekund. Uning keyinda yana daqiqa, mikrosekund, pikosekund qatorliq vaqtni 14 turga bo'lgan. Hamda bu 14 turni bizning bu soatimiz orqali bilgili olmaydi. Buni atom soat orqali bilgan. Atom soati deb anglab baqqanmi? 1976-yilda atom soati kashf qilingan. Ya'ni vaqtni eng to'g'ri eng inchki hisoblash uchun shu atom soati kashf qilingan. 1 sekund 2 atomning o'ttirsidagi elektronning 2 atom yadrosiga 9 trillion qitim tekkiniga barobar. Endi bizning vaqtimiz bek cheklik balla qaranglar. Tunugun tek tug'ildik, bugun bilib bilmaylar 30 yoshlarga kirib qoldik. Odamning hayotida 30 yoshdan nechisi bor? Endi bu vaqtni bir ishlab topqili yoki tanlovlardan setib olg'ili ya bankidan qarz olg'ili bo'ladigan narsa emas. Vaqt o'tilaverdi, ketilaverdi, yeshimiz cho'ng bo'laverdi. Lekin bizning vaqtimizdan qimmatini oshirg'ili bo'ladi. Qanday qilib oshiramiz? Shu cheklik vaqtimizdan unumli foydalanib vaqtning qimmatini oshiramiz. Balki nurg'unlar o'zining hayotida nurg'un planlarni tuzib baqqan bo'lishi, buningki vaqtni boshqa uchun mandaq plan tuzmayib qilgan bo'lishi yoki Nureli abimizning kitobini o'qib buning vaqt boshqarish usullarini o'rganib baqqan bo'lishi mumkin. Lekin endi buningki usullar nihoyat to'g'ri, intayin unumli foydalanganligimiz bilan biz odatdagi odamlar bek to'liq foydalanib bilmay qolamiz, rioya qilmay qolamiz. Shunga ulardan ozroq farqimiz chiqadi. Undaqda bizning bu amaliy turmushimizda ishlatib bo'ladigan eng oddiy, eng unumli usullar bormi deganda borga. Endi mushu usullardan foydalansak, o'zimizning vaqtining qimmatini hozirgi 5 yoshdan bir 20 yoshgacha yuqori ko'targili bo'ladi. Ya'ni 3, 5, 7. Endi buni degan gapga vaqtda masalan siz eng oddiy holatda 3 ishdan boshlang. Masalan bugun atgan qo'rqqan vaqtingizda biratalar kichik chaplaydigan varaqqa yoki telefoningizga bugun chuqum qilmoqchi bo'lgan zarur ishdan 3 ni yozib olamiz. Masalan, yana to'g'ri ma'lum bir darsni anglayman yoki ma'lum bir kitobni 15 minut o'qiyman va yoki bir 15 minut cheniqaman. Deganda 3 ishni yozib olamiz. Bir kun 24 soatning ichida normal 8 soat xizmat qilishdan burun maoshni chuqum qilaman deydigan. Navoda bu 3 ishni o'zingizlar ko'ngilga yetkidek darajada yaxshi qila olsanglar, bugungi vaqtimdan xil unumli foydalandim, xil qimmat yorita oldim deb o'ylasak bo'ldi. Navoda bu 24 soatning ichida bu 3 ishni qilmay qolsak, men tugishibdiman, tugashga odatganman desak bo'ladi. Endi 3, 5, 7 deyishimning sababi, masalan siz 3 ishni qilib bir mezgil davomlashtirib oldingiz. 30 kun, 40 kun siz xil odatlandingiz. Endi bundan keyin xizmatga moslashtirib mendaq 5 ishni yozay, mendaq 7 ishni yozay. Bugun chuqum qilish tegishli zarur ishlardan deb barbara oshirsak, o'zimizning cheklik hayotimizga, cheklik vaqtimizdan qimmatini oshirib, cheksizlik yuzini olaymiz deb o'ylayman. Bu deganimda bek yuqori bir qilinmag'idek darajada eshib ketgan gapim yo'q, shunami? Bek cho'ng nuqtalarga eslab mundaqmi gap qilib ketdim, xil amaliy deb o'ylayman. Shundami, shundami emasmi? Qani pinglunchiga bir fikr qilib beringlar.